Sharqi Turkistonlik qozoq rassom Dina Egenbitning o'tgan yili jazo lageriga qamalganligi va oradan uzun o'tmayla yipiq sud uchun 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi xabar qilingan edi. Yosh qizning turmadan nervisidan adashib qolganligi o'ttirga chiqdi. Lekin hozirgacha nima jinoyat bilan ayblanganligi aniq emas. Xitoy bilan Kanada orasida Huawei şirketining bosh moliya amaldori Meng Wanzhouning qo'lga ilinishi bilan boshlangan surkilish davomlashmoqda. Kanada hukumati 3 yanvar bayonot e'lon qilib, Meng Wanzhou 1 dekabr qo'lga ilingandan buyon jami 13 Kanada fuqarosining Xitoyda qo'lga ilinganligini, ulardan faqat 8 nafarining qo'yib berilganligini bildirdi. Kuchayotgan andishlarga qarta Xitoy muavin adliya ministri Liu Junyo, Xitoy qonun orqali idora qilingan bir davlat. Delolar bir taraf qilinish jarayonida kishilarning qonuniy haq-huquqlari qo'g'dildi dedi. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Xitoyning Afrika ellari bilan xavfsizlik jihatdagi hamkorligini kuchaytirishni xohlaydiganligini aytdi. Afrika ittifoqi komitetining raisi Musa Muhammad bilan ko'rishganda Xitoyning Afrika davlatlari bilan xavfsizlik jihatdagi hamkorligini texmo kuchaytirishni xohlaydiganligini bildirdi. Germaniyada Prezident Steinmeier va bosh ministr Merkelni o'z ichiga olgan yuzlagan siyosatning kompyuterlarining tor hujumiga uchirganligi ma'lum bo'ldi. Berlin Brandenburg radio televiziya idorasining xabar qilishicha, shaxsiy uchurlar nishon qilingan va manbasi aniq bo'lmagan hujumlarda kredit kartasi va shaxsiy uchurlar bilan xususiy ko'rishishlarning nishon qilinganligi bildirildi. Taylandda yaqinqi 30 yildan buyongi eng kuchli bo'ron deb ogohlantirish signali berilgan Pabuk nomli tropik balvoq qora bo'roni janubiy rayonlarning sharqidagi dengiz qirg'oqlariga hujum qilishga boshladi. Tayland meteorologiya idorasining boshlig'i Parakamintara axborot vositalariga bayonot berganda, eng cho'ng soatlik tezlikka 70 km ga yetadigan bu qora bo'ronning Nakhan Stamarat shahriga hujum qilganligini bildirdi.